formulasi bu egizaklar usulini ifodalaydi. Xo'p, Holsinger formulasi ya'ni o'zi nima aniqlaydi, mohiyati nima? Bu formula yordamida kasalliklarni monozigot va dizigot egizaklarda qaysi omil ta'sirida, ya'ni tashqi muhit yoki genetik omillar ta'sirida paydo bo'lganini foizi aniqlanadi. Chastotasi aniqlanadi. Bir yo'la masala ishlash mobaynida o'rganib ketamiz. Mana birinchi masala. Aytyapti, qandli diabet kasalligi irsiy va tashqi muhitga bog'liqligi o'rganilgan, irsiyligi va tashqi muhitga bog'liqligi. Monozigotali egizaklarda kasallikning uchrash ehtimoli 88%, dizigotali egizaklarda esa 40%. Genetikaga bog'liqlik necha foiz tashkil qiladi? Xo'p, juda yaxshi. Endi mana formulani o'rniga qo'yib beraman, ajratib olsangiz bo'ladi. N bu genetikaga bog'liqlikni bildiradi. N. Xo'p, kasr chizamiz. BE bu monozigot egizaklar, monozigot minus bu dizigot egizaklar. Ana formulasi. Bu yerda ham ko'rsatilgan. Demak, BE monozigot ma'nosi nima? Monozigotni bir tuxum hujayradan hosil bo'lgan egizaklar. O'xshaydiganlar bo'ladi-ku bir-biriga o'shalar. Bu esa dizigot. Dizigot egizaklar bir-biriga o'xshamaydi. Jinsi farq qilishi mumkin, tashqi ko'rinishi farq qilishi mumkin va hokazo. Ishlatamiz endi formulani. Tashqi muhit. Ayo, tashqi muhit keyinroq aniqlaymiz. Monozigot egizaklar uchun 88% edi. 88% minus 40%, mana bu yerda dizigot egizaklarning 40%, pastda esa 100 minus 40% teng. Yuqori 48% qoladi. Pastda esa 60% bo'ladi. Javob esa ko'paytirish 100 ham bor. Shuni hisobiga 80% chiqadi. N ya'ni genetikaga bog'liqligi 80% bo'ldi. Bir yo'la keyingi formulani ham o'rgatib ketaman. Bu formula qanaqa edi? Bu tashqi muhitga bog'liqlikni ham aniqlashimiz kerak-ku. T plus N teng 100%. Sezganingizdek, T bu tashqi muhit, N bu genetikaga bog'liqlik. Mana bu 80% chiqdi. T teng 100% minus 80%. T teng 20%. Yozib qo'yamiz. Bu o'sha kasallikni, ya'ni qandli diabetni genetikaga bog'liqligi, bunisi esa
tashqi muhitga bog'liq. Bu keyingi masalamiz. Saraton kasalligi bo'yicha monozigotali egizaklar uchrash ehtimoli 70%. Dizigot egizaklar uchrash ehtimoli 40%. Genetikaga bog'liqlik darajasini foizini toping deyapti. To'g'ridan to'g'ri unaga formula qo'yib ketamiz. N teng monozigotda 70% bo'lyapti. Xo'p, 70% minus dizigotda 40% bo'lyapti. 40% ostiga 100% minus 40%. Mana dizigot yozardik-ku. Xo'p, yuqori bo'ladi 30, past bo'ladi 60. Ko'paytiring 100% ham bor. Formulada qolib ketmasin. Va bu 50% beradi. Xo'p, bu keyingi masala. Qon bosimi kasalligi bo'yicha monozigotali egizaklarda 85%, dizigotalilarda esa 50% mavjud bo'lsa, genetikaga bog'liqlik darajasi. Monozigotlarni, bu dizigotlarning foizi pastda 100 minus 50. Xo'p. Yuqorida qoldi 35, pastda 50. Ko'paytirilgan 100 ham bor. Bu teng bo'ladi 70% ga. Tashqi muhitga bog'liqligini 100 minus 70, ya'ni 100% dan 70% genetikaga bog'liqlikni ayirib chiqaramiz. Demak 30% bo'ladi. T bilan belgilanadi tashqi muhit. N bu genetikaga bog'liqlikni belgilab beribdi.